Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Sog'oma yuribsizlarmi? Xudo xolasa sizlarga 4 yillik yangilikni yetkazib borishda davom etamiz yurtdoshlar. Xudo xolasa bugungi videomiz barcha yurtdoshlarimiz uchun, yaqinda xudo xolasa farzandi bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun, 5 to'lani etaman deb yurgan yurtdoshlarimiz uchun juda ham manfaatli hamda foydali bo'ladi yurtdoshlar. 4 yilimiz bozorindagi Chikko to'y saganmiz. Arslonamiz do'konida xudo xolasa yurtdoshlar. Ajoyib yangiliklar, skidkalar, aksiyalar sizlarga yurtdoshlarimiz uchun bo'lib turibdi. Bugungi videomizni barcha yaqin ko'rgan insonlarimizga qarindosh tug'ana like'larni bosib tashlab qo'yasizlar. Xudo xolasa bugungi videolarimizda yurtdoshlar belanchaklarni, mebellarni, kolyaskalarni bir chetdan, dandayna pulqi mashinalar va yurtdoshlar hammasini bir chetdan baholarni bilib beramiz. Sizlar yurt kuzatib boraverasizlar yurtdoshlar. Xudo xolasa yangi partiyada skuterlar ham yana ekan. Necha so'mdan yurtdi, bo'lib to'lashab bormi yurtdoshlar. Xudo xolasa bugungi videomizda daskanalli ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani bozorining o'zida bo'ladi yurtdoshlar. Bu yon tarafdan kelsanglar, Burchak kilometrdan kelib, shunday dollar solan yondan chap taraf aylanib kelaverasizlar yurtdoshlar. Liderni bilasizlar yurtdoshlar. Vahobjonami do'koni shunda o'tganlaringizdan keyin chap qo'lda bo'ladi Chikko to'y yurtdoshlar. Agarda bu yon tarafdan kelsanglar, Ko'na Nasxatar yondan kelasizlar yurtdoshlar. Ko'na Nasxatar tarafdan to'g'ri kirib kelaverasizlar. Rozamonzikchidan o'tasizlar yurtdoshlar. Bu yoqda ham muzzam Marozdan satib atdi o'z kattisini. Bandayna adashaka basrazam kilometrchi shundan o'tib 10 taraf aylangan yeringizda bo'ladi. Xudo xolasa bugungi videomiz hammaga manfaatli foydali bo'ladi. Bir chetdan boshlaymiz. Sizlar esa ko'rib kuzatib boraverasizlar. Xudo xolasa klientlarimiz ham gap qaraskelarni, hamma narsalarni ko'rib turibdilar yana. Xudo xolasa bir chetdan boshlaymiz. Sizlar ko'rib kuzatib boraverasizlar. Sana harman charchamasdan. Uydalasizmi? Omasog'ina. Xudo xolasa ajoyib yangiliklarni boshlab saga, o'ng bo'lsin, xayrli barakali bo'lsin deymiz. Shu yurtdoshlarimiz uchun manfaati deydigan bo'lsin deymiz. Yana ko'rib turibsizlar yurtdoshlar, kolyaskalar, belanchaklar istalgandan xarid qilsanglar bo'ladi. Buni endi yengamlar ko'rajak bo'lib turibding. Olib turibdim buni, oldi o'zi. O'sha oldinglarmi? Ha, beryapman. Ina. Sir olmasa necha so'm olding senga? Buni bo'lib beraverdik. Ya'ni bo'lib to'laydi. Bo'lib to'lasa, to'g'rimi? Bo'lib to'layaveradi. Masalan, uning uchun no talab etiladi. Hech narsa kerakmaydi. Bir pasportni o'zini. Pasport bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi. Pulsiz gelsizlar. Yo'q, puli kerakmaydi. Ina, pulsiz gelsanglar, muddatiy to'lab xarid etsanglar bo'ladi. Xohlasanglar naqd, xohlasanglar muddatiy to'lov bo'ladi. Farq yo'q. Gap yo'q, ina yurtdoshlar, bemalol kelaverasizlar. Yangi partiyada yuklarimiz yana ekan. Kelib olib turibdi. Gap yo'q, ina belanchak desanglar, belanchaklar. O'zi bunday belanchaklarni yaxshi kunlarni xarid etadilar, to'g'rimi? Xudo xolasa 5 dollara barcha shu yurtdoshlarimizga farzandli bo'lish nasib qilsin deymiz. Xudo xolasa kelaversanglar, yaxshi kunlaringizda Chikko to'y sizlarning xizmatlaringizda. Xudo xolasa Arslonamiz yana yuklab chiqarib berajak. Xudo xolasa videomiz davomida birma-bir ma'lumotlarni berib o'tadi yurtdoshlar. Sizlar esa avoy, sizlar ko'rib kuzatib boraverasizlar. Yurtdoshlar, syomkamiz davomida shu Dayanchbek og'amiz ham xudo xolasa ushbu ko'rib turgan mashinamizni sotdik, to'g'rimi? Bundan bir dana, keyin qasini oldingiz? Qizilindan. Tay shundan birdan oldingiz, eng? Ina. Naqladan ichga ko'ningizda bo'ldimi? Tavsiya etasizmi? Elatdoshlara. Xudo xolasa adaqatlar tavsiya etasiz, to'g'rimi? Ina. Bemalol kelaverasizlar. Og'amiz ham olib turibdi. Biz savdodan to'g'risini gap turibmiz. Arslonamiz do'konida kelsak yurtdoshlar. Eng arzon maksimal darajada eng arzon baholarda xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beradilar yurtdoshlar. Bemalol kelaverasizlar. Dastavkani ham ishlab beradilar, to'g'rimi? Ina. Dastavkani ham ishlab beraman deb turibdilar. Arslon ham xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. Xudo xolasa yaxshi kunlarini haydash nasib etsin xudo xolasa. Bollar. Bu podarka olatirsiz, to'g'rimi axir? Podarka. Gap yo'q. Xudo xolasa endilikda yurtdoshlar bir chetdan narx-navolar bilan tanishtiramiz. Sizlar esa ko'rib kuzatib boraverasizlar. Arslon shulardan boshlayveramizmi, og'a? Boshlayver bemalol. Ina, biz stolchiklar ko'pchilik endi yurtdoshlarimiz ovqatlangan vaqtida bolani eldidan olib o'tir dedi, boshqa et dedi. Bitta nima bo'ladi, to'g'rimi? Stolchiklarni xudo xolasa bular kafelarda bo'laradi avval, endilikda shu o'zlaringiz ham stolchiklarni olib qo'ysanglar bo'ladi. Ko'pchilik stol kursida ovqatlanadi, to'g'rimi? Ina, bolalarimiz uchun stolchiklar eldidan shunday. Bu ham bu tozasi keldi, bu elektronli. Xalosa pultdan ishlab belanchak yotadi, boshqa aytadi. Qo'ying. Havo ina yotadi, o'zi belanchak bo'ladi. Pasam tushadi ina masalan ina. Pasam tushdan belanchak bo'ladi. Yotadi elektronli pultdan bo'lma narsasi. Esa men adashman, bu stolchik emas ekan bu. Har narsa senga bo'ladi ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Baholarini chiqib o'tiribdi, og'a. Baholarini 750 ming so'mga tushirib tashladik. 750 ming so'mga bu tushgan elektronlini. Elektronlisi yurtdoshlar, gap bo'lishi mumkin emas. Xohlasanglar menda serisi, birjasi istalgandan xarid qilsanglar bo'ladi yana do'stlar. Elektronli emaslar ammo 500 ming so'mga tushirib tashladik. 500 ming so'mdan, isholang. Havo elektronli emas, prosto, 500 ming so'mdan yana. Xohlasanglar buni olinglar, xohlasanglar buni olinglar. Sifatlar ham
zo'r, qo'shalar ham eko qo'sha bo'ladi, tanaga botmaydi, boshqa yetmaydi, farzandlaringizni hech gap bo'lmaydi, xudo xolasa. Bu yoqda endi ko'rib turgan bo'lsanglar, mebellarimiz yana. Mebellar. Mebellarni dastlabkisi bilan razmeri katta, razmeri 2 metr, 1.20, 50 santi, 1 million 200 dan dastlabkisi bilan. 1 million 200. Toshkentski bular. Toshkentski. Ava, eshiklar ham vakuumli. Gap bo'lishi mumkin emas. Yurtdoshlar sifatlarini ko'rib turibsizlar, yana eshiklar ham vakuumli bo'ladi, yana gap bo'lishi mumkin emas. 1 million 200 dan ranginda narx o'ynamaydi, to'g'rimi? Yo'q. Xalasanlar endi mebelni svetda olsanglar, xalasanlar endi seri xalasanlar, Assortiment bor. farqi yo'q. Assortiment xirri. Vibur ko'p. 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 Istalgandan xarid qilsanglar bo'ladi. Buni- Zavodskoy manej. Ava, zavodskoylar ham odamlar hozir 2 million 2,5 millionda o'tiribdilar, men 1,5 milliondan beri o'tiribman. Og'a, hazillashmang, men YouTube'ga qo'yib beraman. 1,5 milliondan beri. 1,5 million so'm. 1,5 million so'mdan G'alazala yetdi. yana bir turi bor. Sen unga qaraganda direkt 1 milliondan beri beraman. 1 million so'mdan mana. Ava, Shu bahada satasiz aqra. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu yoqdan mana rangi har xil. Rangi har xil. Kalaskilardan ne gap so'zlaydi? Kalaskilar, короче, menda aytib aytaverik-da, 300 mingdan boshlaydi 3 milliongacha bor. 300 Har mingdan xil. 3 million so'mdan funksiyasini qarab bo'ladi, to'g'rimi? Ava. Yine gap bo'lishi mumkin emas. Kalaskilardan Assortiment bor. ko'p. Yurtdoshlar xohlasanglar, naqdalinglar, xohlasanglar bo'lib to'layinglar, bir dona pasport bo'lsa bo'ldi. 3 oy, 6 oy, 12 oy unday variant ham bor. Mashinalarimiz necha so'mdan boshlanadi? Mashinalar 1 milliondan boshlaydi 5 milliongacha. 1 million so'mdan 5 million so'mdan bor, xudo xolasa do'stlar, qaranglar. Xudo xolasa farzandlaringizni olib beringlar, farzandlaringiz sizlar ham buni kattasini olib berish nasib etsin, to'g'rimi? Xudo xolasa. To'g'ri gap bu. Gap yo'q, yaxshi niyatda. Elektronik belanchaklar ham bor. Har xil. Elektronik belanchaklarimiz ham xilma-xillaridan bor, bu yoqda xadinoklarimiz ham bor. Xadinoklar necha so'mdan boshlanadi, ag'a? Xadinoklar 100 mingdan boshlaydi 500 minggacha bor. 100 ming so'mdan 500 ming so'm bor ekan yurtdoshlar. Bu yon Har tarafda xili bor. legallarimiz ichida garshoki, krujkisi, komplekt, to'g'rimi? Nabor. Nabor. Zavodskoylar ham bor. Ine. Zavodskoylari ko'pchilik bundan so'raydi-ne? Bular necha so'mdan boshlaydi? Bular 300 mingdan boshlaydi 800 minggacha bor. 300 ming so'mdan 800 mingdan yurtdoshlar yana. Bemalol kelaverasizlar. Endilikda bu yon tarafda yana velosipedlar ham o'tamiz yurtdoshlar, keyin bu yon tarafda skuterlar ham o'tamiz. Velosipedlar necha so'mdan boshlaydi, ag'a? Uni velosiped 400 mingdan boshlaydi 1 milliongacha bor. Har xil. 400 ming so'mdan 1 million so'mdan, to'g'rimi? Razmerlar Kichiklar necha so'mdan? 400 dan boshlaydi shular. 400 ming so'mdan, to'g'rimi? Buni endi qaytib gelishtirib beraverasiz. Keyin soyabollar ham moy bular. Ine. Bular ham 300 mingdan boshlaydi 1 milliongacha bor ular. Yine ben endi issiq, ballarni o'tirib, aylantirib yuraverasizlar. Ham pepshaki bor, valli bo'ladi. Xohlasanglar kalasi sifatidan foydalansanglar bo'ladi ekan do'stlar. Bu yon tarafda skuterlar yana. Skuterlar nechik bo'lib turibdi, ag'a? Skuterlar 2,5 milliondan boshlaydi 10 milliongacha bor. 2,5 million so'mdan 10 million so'mdan. Bular ham shu bir pasportda xarid qilsalar bo'ladi, to'g'rimi? 3 oy, 6 oy, 12 oy. Yine. Любой narsan. Bir zaryad bilan necha kilometr yurib turibdi endi? Bir zaryad bilan 70 kilometrgacha yuradi. 70 kilometrgacha yuradi. Xudo xolasa garantiyalar ham bo'ladi, to'g'rimi? Hamma narsasi bor. Garantiyalar ham bo'ladi yurtdoshlar. Yine Ersanam o'zining dastavka mashinalari bor, bo'ladi. Xudo xolasa olib borib beradilar. Yana bemalol kelaverasizlar. Ekranlarda Ersanam nomerlarini ko'p qo'yaman. Xudo xolasa barcha yurtdoshlarimizga yaxshi kununda shu Ersanamiz do'koniga kelib chiko to'ysa kelib, Xudo xolasa yaxshi kunlarini, yaxshi narsalarimizdan xarid qilish nasib etsin deymiz. Ersan, sizga rahmat. Qo'yib bergan sikkalaringizdan rozi bo'ling. Xudo xolasa shu bahodan necha kun sotasiz endi. Любой yerga kelaversinlar, olaversinlar. Yine, agar narxlarda o'zgarish bo'lsa, keyin yana video qo'yaveramiz. Qo'yaveramiz. Yine, bemalol kelaverasizlar yurtdoshlar. Sizlar shu yangilikni yetkazib 5 kun, 10 kun degan narsa yo'q menda. Undan narsa Любой yerga yo'q. Kelib borsangiz olaversinlar. Kelaverasizlar, xudo xolasa. Arsanamiz ko'ngli bo'sh, sinchalik qaytib kelishib, savdolashib narsanglar, xudo xolasa, podarkan berasizlar. Podarkan beraman. Gap yo'q, kelaverasizlar. Hammangiz kutib qolamiz. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, ketkazgan yoqlaringizga rozi bo'linglar.